O'g'il bola kelajakda muvaffaqiyatli bo'lishi uchun 5-chi muhim ko'nikmalardan bittasi bu qat'iyat. Qat'iyatli bola boshlagan ishini oxiriga yetkazadi. Nima ish boshlashdan qat'iy nazar va uni yakuniga yetkazmasdan boshqa ishga o'tmaydi. Qat'iyatsiz bolani ishlari chala bo'ladi. Birinchi ishni yakunlamasdan turib ikkinchisiga o'tadi, ikkinchisini yakunlamasdan turib uchinchisiga o'tadi. Shuning uchun ham o'zingizda qat'iyatni shakllantirishingiz juda ham muhim bo'ladi. Agarda sizda qat'iyat shakllanmasa, kelajakda ma'lum bir yoshga yetganingizdan so'ng, 25-30 yoshga yetganingizdan so'ng hatto bitta kasbni ham oxirigacha olib bora olmaysiz va bu ishim o'xshamadi, muvaffaqiyatsizlikka uchradim degan sizda tushuncha bo'ladi. Demak, qat'iyatni shakllantirmoqchi bo'lsangiz, nima qilishingiz kerak bo'ladi? Birinchisi, kichkina vazifalarni oxiriga yetkazishdan boshlashingiz mumkin. Bu uy ishlari bo'lishi mumkin, bu ma'lum bir vazifalar bo'lishi mumkin. Ahamiyat yo'q, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Ikkinchisi, toki shu ish oxiriga yetmagunicha ikkinchi ishga o'tmaslikka harakat qiling. Birinchisini yakunlab, ikkinchisiga o'ting. Uchinchi qilayotgan ishingiz esa olgan natijalaringizdan o'zingiz maza qiling. Ha, mana men epladim, men boshlagan ishimni oxiriga yetkazdim. Bu juda ham zo'r ekan degan o'zingizga munosabatni, o'zingizga bo'lgan qarashni o'zgartiring va shakllantiring. Ana o'shanda natija bo'ladi. Bu videoni 14 yoshdan katta yigitlar ko'rishi juda ham muhim, chunki ularda aynan qat'iyatni shakllantirish uchun ayni vaqti bo'ladi.